Azizlar, qarang, qayerga keldik biz. Siz buni ko'rishga tayyormisiz? 1, 2, 3. Buni qarang. Toshbaqazorga keldik, Toshbaqazor. Seyshel toshbaqalari. Ko'k rang bilan bu akalar, qizil rang bilan bu opalar. 77 yoshar amaki. Biz 63 yoshar opamiz. 101 yoshli opoqi. Yo'lus. Jo'joy. 38 yoshli akamiz. Mendan 2 yosh kichkinalar. 68 yosh xolam. 123 yoshli buvim. Tengi. Buvim o'zi allaqachon qayerlardadir, bu kishi hali ham shu yerda. Yuzun, chichoqoy klasnoy, nonoy. Ana u yerda esa kichkinagina toshbaqachalarni ko'rsa bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Ketdik. Toshbaqalar bog'chasi. Mana shu parkda 150 ta toshbaqa yashaydi. Seyshel toshbaqasi. 4 tagina Seyshel toshbaqasini mana shu yerga sovg'a qilishgan va ular 150 ta bo'lib ketgan.